anjumanimizni tashkil qilganimizdan asosiy maqsad hozirgi paytda mana oxirgi paytlarda xufiyona iqtisodiyotni qisqartirish va tadbirkorlik subyektlariga yengilliklar yaratish uchun bir qator qaror va farmonlar qabul qilindi, me'yoriy hujjatlar qabul qilindi, soliq kodeksiga o'zgarishlar kiritish to'g'risida hujjatlar qabul qilindi, soliq kodeksiga o'zgartirishlar kiritildi yangi yildan keyin. Sodda qilib aytganda, men yakka tartibdagi tadbirkor bo'lsam, tovar aylanmasini amalga oshiraman, qat'iy belgilangan soliq to'lar edim. 2026-yil 1-yanvargacha, 2026-yil 1-yanvardan boshlab 1% aylanmadan olinadigan soliq to'layman. Tovar aylanmasidan 1 milliardgacha aylanma amalga oshirsam. Endi vaqti keldi. Misol uchun keling quruvchi bilan deylik, ikkita fuqaroning o'rtasida quruvchi bilan uy oldi sotdi qilsa, hozir ham naqdga oldi sotdi qilyapmiz-da. Bu narsa noto'g'ri. Mashinani ham xuddi shunaqa. Mashinaga ham borib, salonga bir setka pul ko'tarib boradi. Bu narsa ham noto'g'ri. Ana shu narsani, ana shunaqa naqd aylanmalarni oldini olib, o'sha naqd aylanma qanchalik ko'payaversa, soliqdan qochish shunchalik ko'payaveradi. Bu iqtisodiyot qonun. Endi mana 2026-yil 1-apreldan boshlab davlat organlari tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlar, elektr energiyasi, tabiiy gaz, ichimlik suviga qilinadigan to'lovlar, bundan bank kassalarida qabul qilinadigan to'lovlar bundan mustasno deyapti. Alkogol va tamaki mahsulotlari, transport vositalariga yoqilg'i quyish shoxobchalari orqali aholiga neft gaz mahsulotlarini sotish, qiymati 25 million so'mdan oshadigan tovar va xizmatlar, bundan qishloq xo'jaligi mahsulotlari mustasno. Naqdsiz amalga oshiriladi keyingi yildan boshlab xuddi shu narsa. Ko'chmas mulk obyektlari, ishlab chiqarilganiga 10 yildan oshmagan transport vositalari hamda maxsus transport vositalari sotish va sotib olish. Endi bunda shartlar keltirilgan. Xuddi shu narsalar 2026-yil 1-apreldan boshlab naqdsiz to'lovga o'tadi. Ikkita fuqaro, ikkita shaxs oldi berdi qilsa ham buni naqdsiz amalga oshiradi. Mana soliqchilar 2026-yil 1-iyuldan boshlab xuddi yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlariga o'xshab tekshirishga borganda bodi kamera bilan boradi. Prezidentimizni shunaqa rivojlantirish uchun shunaqa siyosatlar, juda oqilona siyosat. Hozir kimgadir chin, kimgadir yolg'on, boshqa davlatlardan xuddi shu model deymiz, iqtisodiy model deymiz. Shu modelni o'rganish darajasigacha yetishyapti. Bu mubolag'a emas, haqiqatda shunday. Bu bitta soliq yoki iqtisodiyot sohasida emas, hamma sohada. Sizlarga katta rahmat. Keyingi safar bu davramiz bundan ham kengroq bo'ladi deb o'ylayman, Gulchehra opa. Shu aytganim, nima masala, nima savol bo'lsa eshigimiz ochiq. Men telefon nomerimni, Telegram nomerida ham, telefon nomerimni hammalariga beringizlar. Nima savol bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri ham muloqot qilishga tayyormiz har doim.